degan narsani o'rganaylik. Jur'at. Qo'rqmaylik, bu narsani qilishlikka, hisob-kitob qildik, rashyot qildik, tavakkal qilib kirishib yuboraylik. 7 oylab bir kes deyiladi. Bizda shu 77 marta o'lchab turib, bir marta ham kesmay olib ketgan odamlar. 7 o'lchab bir kesish kerak. O'lchashda maqsad nima edi? Kesish edi. Qarang. Kamolat hosil qilishdan chetlangan kishi odamlarning eng qo'rqog'idir. Biznes qilyapmiz, sport bilan shug'ullanyapmiz, ilmga kirishyapmiz, nimadir qilyapmiz. Shunda ikkilanish paydo bo'ladi. Bo'larmikin? Qana bo'larkin? Qadam bosib ko'ring-da. Siz sababini qilib Allohga tavakkal qadam bosing-da, Alloh shunaqa iqtidoringizni ochib qo'yadi. U iqtidor qachon ochiladi, bilasizmi? Burchakka taqalganingizda. Jur'at degan narsani o'rganaylik. Jur'at. Qo'rqmaylik, bu narsani